Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultayining sohibxonligi va har qaysi allardagi qarindosh tashkilotlarimizning sponsorligida bu yil 5 oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining istansimizga bildirishicha, hozirga qadar 20 dan ortiq davlatda faoliyat olib berayotgan 50 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchi va olimlar, diniy ulamolar, tonilgan jamoat arboblari va har so'zatlardan bo'lib, jami 200 nafardan ortiq vakil o'zlarining Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy organi 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashadigan vakillarning tizimligini Germaniya tashqi ishlar ministrligiga yo'llab, ulardan har qaysi allardan keladigan vakillarga vaziyatni qulaylik yaratib berishni talab qildi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti o'tgan oyning oxiri bu navbatlik Milliy Kengashda muzokara qilinadigan asosli temalar va bu temalar asosida doklad qabul qilish haqida maxsus uqtirish tarqitib, Milliy Kengashga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida doklad berishni orzu qilgan vakillarimizning o'zlarining doklatining temasini va doklatining asosli mazmunini yerim batini ishib ketmagan holda yozma shaklda Dunyo Uyg'ur qurultayining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram apandimga 5-oyning 1-kunidan burun oldin yo'llab berishni talab qilgan edi. Undan boshqa yana Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa va qurultay fondining raisi Abdujilil Ahmad apandilar 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan Uyg'ur tashkilotlariga birlashma imzoliq maktub yo'llab, ulardan iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lib, bu navbatlik Milliy Kengashga birlikda sohibxonlik qilishni iltimos qildi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi mazkur yig'inga iqtisodiy jihatdan yordam bergan tashkilotlarimizning nomi va logosi ostida o'tkazildi. 12-aprel kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2021-yillik kishilik huquq dokladini e'lon qildi va bu munosabat bilan maxsus muxbirlarni kutilish yig'ini chaqirdi. Yig'inda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi bu yillik dokladning e'lon qilinganligini jakarlash bilan birga kishilik huquqni himoya qilishning har vaqt Amerika tashqi siyosatining yadroliq mazmunlaridan ekanligini, kishilik huquq va negizlik erkinlikni qo'llash bo'lsa, izchil Amerika uchun markaziy temalardan ekanligini ta'kidladi. U so'zida nuqtali qilib, har bir insonning qaysi davlat, qaysi din, qaysi jinsga tava bo'lishidan qat'iy nazar, eng aqalli bo'lgan kishilik huquqdan bahramon bo'lish haqqi va bu dokladda bu jihatdagi masalalar poklik va odillik asosida sharhlab berildi deb ko'rsatdi. Antony Blinken Rossiya hukumatining Ukrainaga tajovuz qilishidek eng zo'r kishilik huquq tafsandichiligini ayblash bilan birga Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishini keskin tanqidladi. U bu vaqtda qilgan so'zida Xitoy hukumati hozir Xinjiang rayonida Uyg'urlarni asos qilgan holda musulmonlar ommasiga qarata qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilishni texnicha davom qilyotdi dedi. U yana Hong Kong, Tibet va boshqa joylardagi kishilik huquq tafsandichiligini tilga oldi. 2021-yillik doklad bugundan boshlab to'g'ri qo'yilgan bo'lib, axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savollariga javob berildi. Ma'lum bo'lishicha 2021-yillik doklad Amerika qonunlariga talablar bo'yicha 198 davlatning kishilik huquq sohasidagi umumiy ahvoliga tafsiliy qarab chiqadigan bo'lib, Xitoyning ahvoli izchil eng nachar tizimlikda bo'lib kelmoqda ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayi har yillik Ramazon oyi mezgilida kollektiv iftor berish faoliyatlarini o'tkazish orqali Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida ma'lumot berishni odatga aylantirib kelgan edi. Ana shu maqsad bilan oldimizgi kunlarda Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan Germaniyaning Köln va Avstriyaning poytaxti Viyana shaharlarida turk islom tashkilotlarining asosli mas'ullari, musulmon ellarning diplomatlari, har qaysi dillarga mansub zotlar va siyosiy arboblarning qatnashida insonlikning qonigan yarisi Sharq Turkiston degan tema ostida iftor faoliyati o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultayi va Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfi birlikda 3-aprel yakshanba kuni Istanbulda, ya'ni 5-aprel kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfisi bilan Uyg'ur akademiyasi vaqfisi birlikda Anqarada Turkiyadagi har qaysi partiyalar, ommaviy tashkilotlar va Uyg'ur tashkilotlarining vakillarining qatnashida iftor faoliyati o'tkazib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida ma'lumot bergan. Shundaqla Turkiya parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror ma'qullashga chaqirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayi 2022-yillik Ramazonlik munosabati bilan insonlikning qongan yarisi Sharq Turkiston degan temali turkcha hujjatli film ishlab tarqatdi. Mazkur filmda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, islomiyatga qarshi ilib berayotgan turli bostirish va yo'qotish siyosatlari yo'ritib berilgan bo'lib, Turkiyadagi, shundaqla dunyoning har qaysi ellardagi turk qarindoshlarimizdan o'zlari bilan ham dindosh, ham qon qarindosh bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lish talab qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultayi diniy ishlar komitetining mudiri Habibulloh Ahad apandi oldingi kuni e'lon qilgan videolik chaqiriqnomasida dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni ushbu muborak oyda bir-biri bilan bo'lgan o'zaro hamkorlik, sevgi, xayr-ehson va birlik ittifoqlikni yanada oshirishga dalolat qilib mundoq dedi.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Men bugun Dunyo Uyg'ur qulluqi diniy ishlar komitetining mudiri bo'lish sifatim bilan sizlarga shu Ramazon oyida eng muhim bo'lgan bizning qilishga tegishlik Allohning farzlaridan bo'lgan zakat to'g'risida sizlarga bir ma'lumot berib o'tmoqchi. Cenab-ı Hak Subhanahu va taolo biz insonlarga farz qilgan 5 farzning birisi zakat qarindoshlar. Zakatni ado qilishni hammamiz yaxshi bilamiz. Zakatninki berildiğen, zakat ayrıldıgan yanın üzünü bunu dep ötmekçi. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim İnnemâ sadakâtu lil fukarâi vel mesâkini vel âmilîne aleyhâ vel muallafeti kulubuhum ve fir rikâbi vel gârimine ve fisabîlillâhi ve ibnis sabil. 8 urunğa bu zakatını berişini bizge tavsiye kıldı. Biz zakatını berdiğen 8 urun var. Muşu urungu bersek buludu qarindoshlar. Bunun birisi fakir, miskin ve amilin. Yani muşu zakat için acıtılgan xadimlar. Yani muşu zakatını elip başkalar yetkizdiğen vasıta olduğun xadimlar. Ve muallafeti kulubuhum yeniden Müslüman boğan, yeniden İslam'a kirgen ben şundaq insanların kalbini teximi İslam'a mail qilish uchun bunun zakat bersek buludu. Ve fi riqab yani türmelerde yoki zindonlarda yoki bir qulluqda bugungi kunda qulluqni biz turma yoki zindon desakmi buludu. Men shundaq hech qanday imkonsiz qilib qolgan men shundaq insonlarni qutuldirish uchun ishlatsak buludu. Ve firqabi vel garimin yani qarzdorlar yani qarzga ketib qolgan bekçi qarz olib ketgan insonlarga bunun zakat bersak buludu. Ve fi sabilillah yani mushu vatani uchun erkinlik uchun ozodlik uchun kurash qilgan g'ozilar kurash qilib qaytgan g'ozilar bizniki nurg'unlagan yani taqdim tushgan degandek men mushunday g'ozilarga bu zakat ayırsak buludu. 8'incisi musafirlar yani jutudan ayrılıp yakı jutqa berip qilib iqtisadini etkilish imkoniyati bo'lmagan shu iqtisadini xarajat qilish imkoniyati bo'lmagan men mushundaq insonlarga bersak buludu. Men buni deyishimdagi sabab nima degan vaqtning o'zida bu vatanimizning sirtidagi muajirat yashayotgan Uyg'urlarningki bizningki en mühim kıldıgan işimiz şu Kur'an-ı Kerim'de gösterken şu türmelerde düşüp kalan musafir olup iktisattan ayrılgan ben muşunda qarindoshlarimizni qutuldirib verish bu bizning en çok vazifamizning birisi. Şunun için dünyadaki Tayland ve onundan başka yerdeki musafir qarindoshlarimizni qutuldirib verish için bununla biz hareket qilmoqchi, şununla zakatni yig'moqchi. Bütün dünyadaki qarindoshlarımdaki men şu avazga avaz qo'shishinglarni men tavsiya qilaman. Bütün dünyadaki qarindoshlarımni mav iqtisodimizni yaxshi yo'lga qashlayli. Allah buyurgan, Allah ko'rsatgan yerlarga iqtisodimizni berayli. Hammanglarni mana bugungi mushu Ramazonning 8-kuni, 8-kuniga mana Ramazon tutganlarmi ketdi, tutamaganlarmi shu ketdi. Ma tutqanlarının ruhsunu Cenab-ı Allah kabul kılsın. Bundan keyin yana Ramazanlarının tuluq tutuşqa, dua tilavet qilishqa, Cenab-ı Allah'a texim sığınıp yaxshi ishni qilishqa Cenab-ı Allah hammanglarni muyassar qilsin, hammanglarning tinni salomat qilsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatim bilan biz zakat yig'yapmiz, sadiq fitr yig'yapmiz, sadiq fitr yig'ib, ama shu mana bugun xabarda angladinglar. Saudi Arabistan'dan qarindoshlarimizni Xitoy nima Saudi Arabistan tutib Xitoyga yo'l selayotgan videoni ko'ryapmiz. İqtisodimiz bo'lgan bo'lsa, pulimiz bo'lgan bo'lsa, balki de ara turib qoladi qarindoshlar. Necha 100 million boylarimiz, necha million boylarimiz qarab turyapmiz mana. Shuning hammasi bizning xatoliklarimiz. Biz iqtisodimizni yaxshi yo'lga qashlayli.
Cenab-ı Allah'ın cennet degan markasını qo'g'lashaylik qarindoshlar. Hammanglar tekrar Allah'a emanet olunlar. Hayır, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli görürmenler. Yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı To'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Sen üçün ey yurtimiz